Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Qanday sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan mana ushbu muborak kunda, juma kunlari xotira kuni uchrashib turibmiz. Bir eslab ko'rsatuvni ko'rib, Shukrullo Isroilovni ko'rib bir ilhom kelib she'r yozgandim. Shukrulloga atab yumor she'r. Shu she'rni Shukrulloga atab yozdim. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. Yoshi o'tib azizlar, Shukrullo ozib qopti. Har kimga ehson qilib dasturxon yozib qopti. Sharti ketib patlari to'zib qopti. Kuch bo'lsin deb oshdagi go'shtlarni suzib qopti. Ozgani yaxshi bo'pti, qolipga tushib qopti. Ixcham bo'lib yengillab, qush kabi uchib qopti. Orol Mirzo to'yida 1000 so'mni bosib qopti. 1000 so'm berasanmi deb Shukurni so'kib qopti. Mo'min Umurzoq 2025-yil 5-oy 7-chislida yozildi bu she'r. Endi sizlarga xotira kuniga bag'ishlab bir she'r yozgandim. Sizlarga shu she'rimni ham o'qib eshittirmoqchiman. Xotira kun deb buni sarlavhasi nomladim. Mana bugun xotira kuni, o'tganlarni bir eslashaylik. Qabristonga borib ushbu kun Qur'on tilovatlar qilaylik. Qolganlarni umrlarini yaratgandan bizlar tilaylik. Urushlarda qancha insonlar bizlar uchun jonini bergan. Tut pishiqqa yetib olay deb o'z rizqini shu tutdan tergan. Hozir esa to'qlikka sho'qlik ba'zi inson ko'kragini kergan. Mana hozir bu xurram zamon, ko'paydi-ku yomondan yomon. Noshukurlar bo'lib bir tomon, o'tganlarni eslaymiz hamon. Endi notinch zamon ko'rmaylik, behudaga banda o'lmaylik. Bir-birimiz asrab avaylab, o'tganlarni bir eslashaylik. Yodda tuting qatag'on yillar, ko'rsangiz gar bu ko'zlar yig'lar. Bir burda non uchun kim zorlar? Xotiralab bir eslashaylik, biz eslashaylik. Xotiralab biz eslashaylik. Xotira kun bugun ushbu kun, urushlarga chek qo'yilgan kun. Erkinlikka yetdik biz bugun. Shukronalar aytaylik har kun. Shukronalar aytaylik har kun. Urush bo'lsa kimga ham yoqar? Bu urushga kim kulib boqar? Daryo bo'lib qonlar ham oqar. O'tganlarni har vaqt eslaylik. O'tganlarni har vaqt eslaylik. Robbim bizni mo'min deb aytgan. İnsonligin kimlar unutgan? Qancha insonlarni yer yutgan. Xotiralab shular eslaylik. Xotiralab bir eslashaylik. Mo'min Umurzoq 2025-yil 5-oy 9-chislida yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan qadrli vatandoshlarim, aziz birodarlarim, musofirlar, musulmonlar, sizlar bilan xayrlashaman. Xonadoningizda hamisha fayz baraka bo'lsin, xursandchilik, o'yin kulgi, shodlik sizlarni tark etmasin. Hamisha sog' salomat, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.